Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube kuzatuvchilar, mana navbatdagi Samarqand Qoson darvozamizda. Hop, Namanganga chortoq o'rnatdik. Darvozamizga o'zlaring bitta e'tibor qilib qo'yasizlar, mana o'ta go'zal chiqdi. Hop, darvozamizni razmerini aytib o'taman. Razmeri eni turi 60 bo'ldi, nalishkalar bilan balandligi 4 metr. Hop, darvoza 3 qavatli, shumkali original variantda tayyorlab berdik. 25 millionga akamizga o'rnatdik. Hop, darvozani mana kraskalariga, arkalarga ishlarimizga e'tibor qilib qo'yasizlar. Hop, darvozaning orqa qismini ham ko'rsataman, hurmatli kuzatuvchilar. Bitta ko'rib o'zlaring baho berib qo'yasizlar. Hop, hurmatli obunachilar, mana darvozaning orqasini ko'ringlar, mana tekis qilib shumka qilganmiz. Xudo xolisa darvozamiz mana navbatdagi Samarqand Qoson darvozamizni tog'am o'rnatib berdik. Hop, tog'a darvoza ma'qul keldimi? O'sha ma'qul. Hamma joylari joy-joyida. Atganda bo'pti. Hop, tog'a darvozani mana ochilish yopilishlarini, kraskalarini ko'rdingiz. Kraska aytib-chapirishadigan gap yo'q. Qo'y. Darvozani tog'a necha kunga dogovor qildik, necha kunda o'rnatib berdik, obunachilarimizga bitta aytib bering tog'a. Darvoza 20 kunga dogovor bo'ldi, mana 20-kuni qurib kraskadan chiqib hamma aynak qildi. Bo'ldi tog'a, rozi bo'lsangiz bo'ldi, yaxshi kunlarga ishlatding darvozani tog'a. Bor aka, to'ylarga ishlasangiz.